Do'stlar, mana kechaga Captiva mashinasini ham qonni switch ham mushtuklarni almashtirib tepa kirishga pakelatkalarni almashtirib beramiz. Saniylarini ana ikkinchi switchiga yog' o'tib ketgan edi. Tozalab yangi switchlar qotirib qo'ydik. Endi buni kirishkalarni yechib, qonni tozalab boshqatdan qotiramiz. Ana bu yerda switch mushtuk. Mana bu saniylar o'tlatgan. Mana bu bitta babinasini bittasi yonib ketibdi o'zi. Xo'p. Общий Captiva 3.2 motor. Switch'asini almashtirishda o'rniga 2 million pul ketyapti. Hali endi ora bormi?